Et championne olympique, gold medalist and Olympic champion, Diora Keldiyorova. Diora Keldiyorova. Endi yig'lash mumkin. Endi quvonch yoshlarini barchaga ulashish mumkin. Representing Uzbekistan. Mana shu qizimizga ham rahmat. Yaqin 9 yil O'zbekiston terma jamoasida Olimpikda medallarni sanab o'tdi. Har bir o'zbek xonadonida mana shu chempionlar bo'lishi mumkin. Bu o'zbek qizlarining matonati, jasorati, mahorati, chidamli timsoli. Diora o'zbek dunyosida yana bir bor eslatib o'taman, katta harflar bilan yangi sahifani ochdi. Rekordlar ketidan rekordlar va kelajakda o'z yana shu rekordlarni yangilash tarafdorimiz. Mesdames et messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever g'olib pour sport l'hymne sharafiga de l'Ouzbekistan. O'zbekiston Ladies and gentlemen, madhiyasi. if you can, please stand for the anthem of Uzbekistan. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. Olimpiada bahslaridan so'ng taqdirlash marosimini ham birga kuzatdingiz degan umiddamiz. Hali uzoqlashmaysiz. Chempionlar yurishi bor. Ana shu jarayonni kuzatish qanchalik zavq bag'ishlaydi. Qolaversa, boya aytib o'tdim. Barcha muxlislarimiz qatorida Diyorani ota-onalari ham, yaqinlari ham mana shu musobaqani kuzatib boryapti. Ular ham shay turibdi biz bilan bog'lanishga. Unga ham navbat beramiz. Ko'ring, havas qiling. Mana shu ota-onalarga ham bir rahmatingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Ungacha esa bizda chempionlar yurishdan ko'raylik. Diora olg'a boshlash kerak. Endi bugungi zamon zaylida baribir suratga o'zlari ham tushishdi. Ketdik chempionlar. Bugun Parij sizni olqishlaydi.